mana haqlaring $1000. Aka, adashmayapsizmi? Biz $2000 ga kelishgan bo'lsak, qanaqa qilib hozir $1000 beryapsiz? Senlarning ishing menga yoqmadi. Pul berganimga jonda. Shu pulni ham bermay, ko'chaga haydaganimda qo'lingdan nima kelardi? Nima? Shu dardingiz bor ekan, ertaroq aytmasdi. Men sizga boshida aytgansiz yoqadigan qilib berardim. Kecha o'rtog'ingizni olib kelib, rasm maqtandingiz-ku. Voy bu oshna. Haqiqatdan yorib yoribdimi? Normallik ketayotgandir. Bunga ustalarga ham normal to'layotgandirsan. Endi oshna bilasan, kichkina odammasman. Orqamdan qanaqa odamlar kelishini ham bilasan. Endi shunaqa o'zimni ko'nglimdagidek qilib remont qilmasam, endi boshqalarning oldida uyalib qolmasligim kerak-ku. Kimsan Abdurashid boy degan nom. Hey, gapni ko'paytirma, pulni berdimmi? Yoqmagan ishingga yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi aka. Agar ishim yoqmagan bo'lsa, men erkakman. Mashg'ulga roziman. Agar tilingizda yomonlab turib, ichingizda lekin yoqib turgan bo'lsa, rozi emasman. Bu bolalarimni rizqidir. Aka, sizdan kutmagandim. Nima qilganingiz bu? Nimaga ustaga ishlagan pulni bermadingiz? Sovuqda mehnat qildi o'shalar ham. O'sha pul menga yuqadi deb o'ylayapsizmi? Bola chaqasini rizqi yo'q. Hey, sen akaga aql o'rgatadigan bo'lib, qachondan aqlli bo'lib qolding? Hey, meni soyamda yuribsan, menga aql o'rgatma, men akangman. Ha, hojaga tuzonsiz. Ha, endi jassichalik qilmadik. Hop, hojaga kelaverasiz. Ha, uka? Tinchlikmi? Tushuntirroq gapir, nima bo'lyapti? Aka, uyingiz yonyapti. Uy, O'chirishni iloji bo'lmayapti, aka. Bo'ldi aka. Agar ishim yoqmagan bo'lsa, men erkakman. Mashg'ulga roziman. Agar tilingizda yomonlab turib, ichingizda lekin yoqib turgan bo'lsa, rozi emasman. Bu bolalarimning rizqidir. Men sizga uyingiz yonyapti deyapman. uka, o'chirishga harakat qilma. Baribir o'chira olmaysan. Men bu uy nimaga yonayotganini bilaman. Shoh. Va mot.